Yo'l patrul xizmati xodimi sizni to'xtatdi. Huquqlaringizni bilib oling. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 975-sonli qarori 6-bandiga asosan, agar yo'l patrul xizmati xodimi sizni yo'lda to'xtatdi va asosiy vajini sizga izhor etdi, ya'ni qaysidir aybli xatti-harakat sodir etganligingiz uchun sizni to'xtatganligini aytdi. Mana shu holatda siz aybingiz yo'qligini isbotlab berdingiz. Ammo yo'l patrul xizmati xodimi sizdan qo'shimcha hujjatlar yoki qo'shimcha uskunalarni, ya'ni avtotransport vositasida mavjud bo'lgan uskunalarni so'ray boshladi va ayni shu vaj bilan dalolatnoma rasmiylashtirib, sizga o'sha ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksda ko'rsatilgan jarimani qo'lladi. Bu esa noqonuniy hisoblanadi. Yuqorida aytib o'tilgan qarorning 6-bandiga asosan yo'l patrul xizmati xodimi faqatgina sizda to'xtatish uchun unda asos bo'lgan holat bilangina ma'muriy jarima rasmiylashtirishi mumkin va bundan tashqari boshqa asoslar bilan rasmiylashtirilgan jarimalar noqonuniy hisoblanadi. Agar sizda ham ushbu mavzuga doir savol va murojaatlaringiz bo'lsa, izohlarda yozib qoldiring. Ushbu videoni avtotransport vositasi bo'lgan tanishlarga yuborib qo'ying.